Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Hurmatli Arslon burch sohiblari, sizlar uchun noyabr oyiga tarot xaritasidan xabar. Bu shunchaki kayfiyat uchun. Xo'sh, asosiy maqsadingiz nima? Asosiy maqsadingiz nima? Asosiy maqsad imijni o'zgartirish, transformatsiya, boshqa etapga o'tish, boshqa ishxonaga o'tish, joyni ko'chirish yoki отношенияni bu eski отношенияni unutish, yangi отношения boshlash va yoki eski gaplarni yopti qilish, boshqatdan boshlash, отношенияni kechiribli bo'lib. Bu transformatsiya xaritasi. Ya'ni siz umuman boshqa etapga, boshqacha yo'nalishga, boshqacha suhbatga o'tish, imijingizni almashtirish asosiy maqsadingiz. Qo'lingizdan keladi. Qo'lingizdan keladi, hammasi yaxshi bo'ladi. Juda ham qanaqadir yoqimli xabarlar eshitasiz. Siz kechirilasiz, ya'ni siz hatto kechirasiz ham, sizni kechirishadi ham. Sizni qanaqadir davralar kutmoqda. Davralar, hurmatlar, e'tiborlar. Faqat sizda ichki tug'yoningizda ichingiz, ko'nglingiz to'lmasligi bo'lishi mumkin. Endi bu sizlarga tekkan dard desa ham bo'ladi, tekkan narsa sizlarga. Sizlar ko'p narsadan ichinglar chiqmaydi, ya'ni ichinglar yorishmaydi. Ko'rinishingizdan kulib turasizlar, xursand, hammasi zo'r, hammasi yaxshi deb turasizlar. No, sizlarning ichinglar uncha-munchaga ko'nglinglar to'lmaydi. Uncha-munchaga ko'ngillar to'lmaydi. Bilmayman. Mana sevimlisizlar, sevgi bor, yarashasizlar. Noyabr oyida sevilasizlar, sevgi uchrashuvlar bor. Ishxonada ham, kollektiv bilan ham yaxshi, o'qish bo'yicha ham, hunar o'rganmoqchi bo'lsangiz, hunar o'rganasiz. Agar shu paytgacha sal betoblangan bo'lsangiz, salomlashasiz. Hammasi noyabr oyida zo'r. Faqat sizda qanaqadir pulsiz qolib ketishdan bo'lgan xavotir uyg'ongan. Shuncha pulim behuda ketdi. Qachon qarzlarimdan qutulaman? Shuncha pulim behuda tikvordim. Shuni men pullarimni chiqarib ola olmaymanmi degan xafa. Siz kuchlisiz, albatta pullaringizni chiqarib olasiz. Kuchlisiz, siz to'g'ri qaror qabul qilgansiz. Qarorlaringizni neki qilgan bo'lsangiz, hammasi to'g'ri. Ha, kezi kelganda ozroq aldaysiz, kezi kelganda ozroq rost gapirasiz. Lekin hammasi sizni foydangizda. Ya'ni siz reja bilan qilgansiz. Rejasiz qildim deb o'ylayapsiz, lekin bu ishingiz reja bilan qilingan. Hammasi reja. Sizda hech qanaqa yo'q, prosta siz o'zingizga ko'proq ishonasiz va o'zingiz chiqasiz. O'sha siz istagan zinaga o'zingizni kuchingizga qarab chiqasiz. Siz juda kuchlisiz. Erkakmisiz, ayolmisiz, qiz bolamisiz, erkak, yigitmisiz, farqi yo'q. O'zingizning kuchingizga ishonib chiqasiz. Qo'lingiz ochiq, saxiysiz. Bu saxiyligingiz doim sizga ko'pchilik qaytmaydi deb o'ylaydi. Yo'q, sizga saxiyligingiz doim qaytgan. Farzandingiz sog'ligi bilan, uyingiz chiroyligi bilan, xavfli joylardan xavfsiz holatda o'tib ketgan joylaringiz bilan, sizni aldamoqchi bo'lgan odamlarning o'zi aldanib qolgan joylari bilan siz doim siz omadlisiz. Rostdan ham omadlisiz. Yana chiqyapti. Yana sevgi, sizga har tomonlama sevgi, muhabbat, bundan ortig'i kerak emas. Va yangi tanishuvlar, agar kimni jufti bo'lmasa juft topishi mumkin. Chiroyli joylarga aylanishlar, imij almashtirish, juda ham yorqin kunlar. Noyabr oyi bir umr eslab qoladigan xotiralarga boy bo'ladi. Hurmatli Arslon burch sohiblari, sog' bo'linglar.